Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga juda muhim, har bir kishini, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimizni qattiq tashvishga solishi mumkin bo'lgan bir yangilik haqida so'zlab bermoqchiman. So'nggi paytlarda ko'pchilikni bir savol o'ylantirmoqda. Pensionerlarga nimanidir taqiqlashmoqdami? Pensionerlarga endi taqiqlanadi degan gap so'zlar tarqalmoqda. Bu ma'lumot nafaqat pensiyadagi, balki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan har bir fuqaro uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Bugungi videomizda aynan shu savolga batafsil javob beramiz. Barcha nozik jihatlarni ochib beramiz va nima qilish kerakligini aniq ko'rsatmalar bilan tushuntiramiz. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir daqiqa siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada foydali ma'lumotlarni ulashishimizga yordam beradi. Xo'sh, vaziyat qanday o'zgardi? Avval qanday edi? An'anaviy tarzda mamlakatimizda pensiyaga chiqqan fuqarolar o'z pensiyalarini to'liq miqdorda olish bilan birga ish faoliyatini davom ettirish huquqiga ham ega edilar. Ya'ni siz davlat tashkilotida yoki xususiy sektorda ishlashda davom etardingiz. Oylik maosh olardingiz va shu bilan birga pensiyangizni hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda olardingiz. Bu ko'plab keksa avlod vakillari uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilar. Ularning turmush farovonligini oshirishga yordam berardi. Ko'pincha tajribali kadrlar o'z bilimlari va tajribalarini yoshlarga o'rgatish maqsadida ishda qolar edilar. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega edi va ko'pchilik uchun odatiy hol edi. Masalan, maktabda bir necha 10 yillar ishlagan o'qituvchi pensiyaga chiqqach ham o'z bilimlarini o'quvchilarga berishda davom etar va shu bilan birga ham pensiya, ham ish haqi olar edi. Bu ularning ijtimoiy faolligini saqlashga ham yordam berardi. Ammo hozirgi kunda vaziyat jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Yangi qonunchilik hujjatlariga asosan endilikda pensiyaga chiqqandan keyin ish faoliyatini davom ettirayotgan ayrim pensionerlar uchun pensiya to'lovlarini olish tartibi o'zgarishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, agar pensionerning rasmiy ish joyidan oladigan daromadi ma'lum bir miqdordan oshsa, uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanmasligi yoki uning bir qismi cheklanishi mumkin. Ya'ni pensionerlarga endi nimanidir taqiqlashmoqda degan gap ko'proq aynan shu cheklovni, ya'ni pensiya miqdorining rasmiy daromad bilan bog'liqligi natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlarni anglatadi. Bu qoida asosan davlat muassasalarida ishlaydigan pensionerlarga taalluqli bo'ladi, lekin ba'zi hollarda xususiy sektorga ham tegishli bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensiya jamg'armasi mablag'laridan yanada oqilona va adolatli foydalanish, shuningdek to'lovlar tizimini muvozanatlashtirishdir. Bu yerda asosiy e'tibor pensionerning umumiy daromadiga, ya'ni uning ham pensiya, ham ish haqidan iborat bo'lgan jami moliyaviy resurslariga qaratiladi. Bu jora bir tomondan pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan daromadi yetarli bo'lgan pensionerlarga ajratilayotgan mablag'larni daromadi kamroq bo'lganlarga yo'naltirish imkoniyatini yaratadi. Endi esa bu o'zgarishlar kimlarga taalluqli ekanligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun juda muhim, chunki har bir holat individualdir va vaziyatni to'liq tushunmasdan xulosa chiqarish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, umumiy qoidaga ko'ra, agar siz pensiyada bo'lsangiz va ishlamasangiz, pensiyangiz to'liq va hech qanday o'zgarishlarsiz to'lanadi. Bu yerda hech qanday cheklov yo'q. Bu toifadagi pensionerlar, masalan, uy bekalari faoliyatini yakunlaganlar yoki kichik hajmdagi norasmiy daromadga ega bo'lganlar ushbu o'zgarishlardan mutlaqo xotirjam bo'lishlari mumkin. Shuningdek, agar siz ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz ham, ammo sizning rasmiy ish haqingiz minimal iste'mol xarajatlari me'yoridan yoki pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan ma'lum bir bazaviy miqdordan past bo'lsa, sizning pensiyangizga ham ta'sir qilmasligi mumkin. Bu ko'pincha kichik ish haqi bilan yarim stavkada ishlaydiganlar yoki qisman band bo'lganlar uchun amal qiladi. Masalan, farroshlar, qorovullar yoki qisman band bo'lgan maslahatchilar. Ularning daromadlari pensiya jamg'armasi belgilagan chegaradan oshmagani sababli pensiyasi to'liq saqlanib qoladi. Endi esa kimlar tashvishlanishi kerakligi haqida. Asosiy cheklovlar asosan davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ishlaydigan va yuqori daromad oluvchi pensionerlarga taalluqli bo'ladi.
xususiy sektorda ishlaydiganlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu yerda mezonlar biroz farq qiladi va ko'pincha rasmiy bandlik shartnomasi asosidagi daromadlar hisobga olinadi. O'zgarishlarning tub mohiyati shundan iboratki, agar pensiya va ish haqi yig'indisi ma'lum bir milliy standartdan yoki o'rtacha ish haqi ko'rsatkichining ma'lum bir qaralardan oshib ketsa, pensiya to'lovlari qayta ko'rib chiqiladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Sonlar bilan tushuntirsak, vaziyat yanada aniqroq bo'ladi. Birinchi misol, oliy ta'lim muassasasi professori faraz qilaylik, 65 yoshli professor Ahmad aka davlat universitetida faoliyatini davom ettirmoqda. Uning davlatdan oladigan pensiyasi deylik 2 million so'm. O'qituvchilik faoliyatini davom ettirgani uchun oladigan oylik maoshi esa taxminan 4 million so'm. Yangi qonunchilikka ko'ra Ahmad akaning umumiy daromadi, pensiya mili maosh, ma'lum bir chegara masalan, O'zbekistonda o'rtacha ish haqi miqdorining 5 barobaridan bu hozirda taxminan 20 million so'mga yaqinlashadi. Ammo biz soddalashtirish uchun pastroq chegarani olamiz, deylik 10 million so'm oshib ketadi. Bu holda Ahmad akaning pensiyasi to'liq to'lanmasligi mumkin. Uni olish qoidalari o'zgaradi. Masalan, agar chegara 10 million so'm deb belgilangan bo'lsa va Ahmad akaning umumiy daromadi 6 million so'm bo'lsa, 20 million pensiya, 4 million maosh bu chegara ostida bo'ladi va pensiyasi to'liq to'lanishi mumkin. Lekin agar hukumat tomonidan belgilangan chegara pastroq, masalan 5 million so'm bo'lsa, u holda 20 million so'm 6,5 miqdordagi qism uchun pensiyasining bir qismi ushlab qolinishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Ya'ni ortiqcha hisoblangan qism uchun pensiya to'lanishi to'xtatilishi yoki kamaytirilishi nazarda tutiladi. Bu yerda asosiy tushuncha shundaki, yuqori maosh oluvchi pensionerlar uchun pensiyaning bir qismi ortiqcha deb hisoblanishi mumkin. Chunki ular allaqachon yaxshi daromadga ega. Bu albatta shartli raqamlar, lekin tizimning ishlash prinsipini tushunish uchun muhim. Ikkinchi misol, tibbiyot xodimi. Oyisha opa 60 yoshda davlat shifoxonasida hamshira bo'lib ishlaydi. Uning pensiyasi ilk etapda 1 million so'm, ish haqi esa 2 million so'm, umumiy daromadi 4 million so'm. Agar biz yuqoridagi 5 million so'mlik chegara misolini olsak, Oyisha opaning umumiy daromadi bu chegaradan past bo'lganligi sababli uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanishda davom etadi. Uning tashvishlanishiga hojat yo'q. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hamma ishlaydigan pensionerlar ham cheklovlarga duch kelmaydi. Faqatgina ma'lum bir daromad darajasidan oshganlar va asosan davlat sektorida yuqori maosh oluvchilar. Uchinchi misol, xususiy korxonada ishlaydigan buxgalter. Davlat aka 63 yoshda xususiy korxonada buxgalter bo'lib ishlaydi. Uning pensiyasi 2 million so'm. Xususiy korxona unga 3,5 million so'm oylik maosh to'laydi. Umumiy daromadi 5 million so'm. Agar qonunchilikda xususiy sektorda ishlaydigan pensionerlar uchun ham xuddi shu yoki biroz boshqacha chegara belgilangan bo'lsa, masalan, davlat sektori uchun 5 million, xususiy sektor uchun 6 million so'm. Bu holda davlat aka ham o'z pensiyasining bir qismini yo'qotishi yoki uning to'lanishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy nuanja shuki, xususiy sektordagi daromadni aniqlash va nazorat qilish biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ammo rasmiy hisoblangan daromad pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasiga kiritiladi va soliq idoralari orqali tekshiriladi. Bu qoidalar asosan rasmiy bandlik va oq daromadlar uchun amal qiladi. Norasmiy daromadlar bu qoidalar doirasiga kirmaydi. Lekin norasmiy daromad olishning o'z huquqiy xavflari borligini eslatib o'tish joiz. 4-misol. Tadbirkor pensioner. Dilshod aka 68 yoshda. Uning o'ziga tegishli kichik do'koni bor. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan va har oy qat'iy miqdordagi soliq to'laydi. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga majburiy ijtimoiy to'lovlarni amalga oshiradi. Uning pensiyasi ilk 7 million so'm. Do'kondan oladigan daromadi o'zgaruvchan, lekin o'rtacha 5-6 million so'm atrofida. Yangi qoidalar asosan mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan pensionerlarga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan rasmiy daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Ayniqsa, agar bu daromadlar soliq organlariga doimiy ravishda hisobot beriladigan va yuqori darajada bo'lsa, bu holatda Dilshod akaning daromadi rasmiy hisobotlarda aks etganligi sababli uning pensiyasi ham qayta ko'rib chiqilishi xavfi bor. Bu yerda asosiy e'tibor tadbirkorning pensiya jamg'armasiga taqdim etilgan rasmiy deklaratsiyalari va soliq hisobotlaridagi ma'lumotlarga qaratiladi.
Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar har bir pensionerga bir xilda ta'sir qilmaydi. Cheklovlar asosan yuqori daromad oluvchi va rasman band bo'lgan pensionerlarga qaratilgan bo'lib, buning zamirida ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlash va pensiya jamg'armasi resurslaridan yanada maqsadli foydalanish yotadi. Bu yerda muhim omil pensionerning umumiy rasmiy daromadi, ya'ni pensiya plus ish haqi yoki boshqa rasmiy daromadlar miqdori. Endi esa bu qoidalarga nisbatan istisnolar, shuningdek e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar va tuzoqlar haqida so'zlashamiz. Bu qism sizga vaziyatni to'liq tushunishga va kutilmagan muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Istisnolar: 1. Nogironlik pensiyasini oluvchilar. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya oluvchi bo'lsangiz va ish faoliyatingizni davom ettirsangiz, aksariyat hollarda bu cheklovlar sizga taalluqli bo'lmaydi. Nogironlik pensiyalari ko'pincha alohida toifaga kiradi va ularni himoya qilish mexanizmlari mavjud, chunki bunday pensiya nafaqat keksalik, balki sog'liq holati bilan bog'liq ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi. Ammo bu yerda ham daromad chegara miqdori mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsan o'zingizning holatingizni pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish maqsadga muvofiqdir. 2. Yarim stavka yoki kam ish haqi. Agar siz minimal ish haqi miqdorining ma'lum bir foizdan kamroq maoshga ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, 0,25 yoki 0,5 stavka pensiyangizga ta'sir qilmasligi ehtimoli juda yuqori. Bu ko'pincha kichik miqdordagi qo'shimcha daromadga muhtoj bo'lgan pensionerlar uchun juda qulay holat bo'lib, ularning ozgina bo'lsa ham faoliyatini davom ettirishga imkon beradi. Pensiya jamg'armasi bunday kam daromadli ish faoliyatini ijtimoiy jihatdan foydali deb hisoblaydi va uni cheklashdan manfaatdor emas. Ayrim kasb egalari ba'zi sohalarda, masalan, fan, madaniyat, tibbiyotning ayrim yo'nalishlarida yuqori malakali mutaxassislarni ishda ushlab qolish uchun maxsus imtiyozlar yoki istisnolar belgilanishi mumkin. Masalan, ilm-fan sohasida doktorlik darajasiga ega bo'lgan keksa olimlar yoki san'at sohasidagi taniqli arboblar uchun davlat maxsus sharoitlar yaratishi mumkin. Bu davlatning strategik manfaatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki ularning tajribasi va bilimi jamiyat uchun beqiyosdir. Hozircha bunday istisnolar aniq belgilangan bo'lmasa-da, kelajakda paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z sohangizdagi yangiliklarni kuzatib borish muhim. 4. Qonun loyihasi yoki hukumat qarorida belgilangan boshqa istisnolar. Har qanday yangi qonun hujjatida alohida bandlar, masalan, ushbu qoida ushbu toifadagi pensionerlarga qo'llanilmaydi degan jumlalar bo'lishi mumkin. Masalan, chegara hududlarda yashovchi yoki maxsus ijtimoiy dasturlar doirasida ishlaydigan pensionerlar uchun istisnolar ko'zda tutilishi mumkin. Shu sababli doimiy rasmiy hujjatning to'liq matni bilan tanishish zarur. Chunki undagi har bir band muhim ahamiyatga ega. Tuzoqlar va nozik jihatlar: 1. Rasmiy va norasmiy daromad. Yangi qoidalar asosan pensiya jamg'armasiga yoki soliq organlariga rasmiy ravishda hisobot beriladigan, ya'ni qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tkazilgan daromadlarga taalluqlidir. Agar siz norasmiy tarzda qo'shimcha daromad olsangiz, bu hozircha qoidalarga kirmaydi va nazorat qilinmaydi. Ammo bunday faoliyat har doim ham huquqiy xavflarni, jumladan soliq majburiyatlarini bajarmaslik yoki ijtimoiy himoyadan mahrum bo'lish kabi oqibatlarni o'z ichiga oladi. Davlatning maqsadi esa aynan rasmiy daromadlarni nazorat qilish orqali adolatli pensiya tizimini yaratish va byudjet tushumlarini oshirishdir. 2. Ish joyidagi o'zgarishlar. Agar sizning ish joyingizda lavozimingiz yoki ish haqingiz o'zgarsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lum bir muddat ichida xabar berish majburiy bo'lishi mumkin. Aks holda, sizning pensiya jamg'armasiga taqdim etgan ma'lumotlaringiz noto'g'ri hisoblanadi va ortiqcha to'langan pensiya summasi keyinchalik sizdan undirib olinishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Ko'pchilik buni unutishi yoki e'tibor bermasligi mumkin. Natijada esa katta qarz yuzaga kelishi mumkin. 3. Kutilmagan qayta hisoblashlar. Ba'zi hollarda agar siz yangi qoidalardan bexabar bo'lib yuqori daromad olib ishlayversangiz, pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni avtomatik ravishda qayta hisoblashi va bir necha oy yoki hatto yillar davomida ortiqcha to'langan summani sizdan undirishi mumkin. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi, byudjetingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni oldindan bilish va choralar ko'rish juda muhimdir. Chunki keyinchalik bu summani qaytarish ancha murakkab bo'ladi. 4. Informatsiya yetishmasligi. Ba'zida yangi qonunlar qabul qilinadi-yu,
Ammo aholi orasida uning tushuntirish ishlari yetarli darajada olib borilmaydi. Bu esa pensionerlar orasida tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlarga sabab bo'ladi. Shu sababli rasmiy va ishonchli manbalardan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, adliya organlari, davlat xizmatlari markazlari ma'lumot olish zarur. İjtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarga emas, balki rasmiy hujjatlarga asoslanish kerak. 5. Regional farqlar. Garchi qonunlar umumiy bo'lsa-da, ba'zi hollarda mahalliy ijro organlari tomonidan amalga oshirishda kichik farqlar yuzaga kelishi mumkin. Bu kamdan kam hol, lekin e'tiborga olish kerak. Chunki ba'zi hududlarda qo'shimcha tushuntirishlar yoki mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'llash amaliyoti bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, eng muhimi doimo xabardor bo'lish va har qanday shubhali vaziyatda rasmiy manbalarga murojaat qilishdir. Yangi qoidalar adolatliroq tizimni yaratishga qaratilgan, lekin har bir fuqaro o'z huquqlarini va majburiyatlarini bilishi shart. Bu o'z navbatida kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Shunda siz o'zingizni kutilmagan muammolardan himoya qila olasiz. 1. Vaziyatni aniqlang. Birinchi va eng muhim qadam o'z holatingizni aniqlashtirish. Siz qayerda ishlaysiz? Davlat muassasasidami yoki xususiy sektordami? Oylik daromadingiz qancha? Rasmiy. Pensiyangiz qancha? Eng muhimi. Umumiy rasmiy daromadingizning pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan chegara miqdoridan oshib ketmasligini aniqlash kerak. Bu chegara har yili yoki ma'lum bir davrga yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda dolzarb ma'lumotni tekshiring. Bu chegara pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki davlat xizmatlari markazlarida e'lon qilinadi. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz va o'zgarishlar sizga taalluqli bo'lishi mumkin deb hisoblasangiz, darhol o'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qiling. Ulardan yangi qoidalarni, ayniqsa sizning holatingizga taalluqli bo'lgan jihatlarni batafsil tushuntirishini so'rang. Bu yerda shoshmasdan barcha ma'lumotlarni so'rab olish juda muhim. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Odatda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, oxirgi 12 oy davomidagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyingizdan olasiz va boshqa rasmiy daromadlar agar mavjud bo'lsa to'g'risidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Ma'lumotnoma berish muddati va shakli haqida oldindan ish joyingizning kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyasidan so'rang. Nima so'rash kerak? Aniq savollar bering. Mening hozirgi daromadim bilan pensiyamga qanday o'zgarishlar bo'ladi? Agar cheklovlar amal qilsa, qancha pensiyam qisqaradi? Qanday qilib bu cheklovlardan qochish mumkin agar imkon bo'lsa? Masalan, ish tartibini o'zgartirish orqali. Mening holatimda istisnolar bormi? Barcha tushuntirishlarni yozib oling yoki aniqlashtiruvchi rasmiy hujjat, ma'lumotnoma, yozma javob so'rang. Chunki og'zaki javoblar kelajakda yuridik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. O'ting, ish joyingiz bilan maslahatlashing. Agar siz ish faoliyatingizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan ham ushbu masalani muhokama qiling. Ba'zi korxonalar pensionerlarning ish yuki yoki ish haqini shunday moslashtirishlari mumkinki, ular yangi cheklovlarga tushmasinlar. Masalan, yarim stavkaga o'tish, qo'shimcha ishni qisqartirish yoki ish haqi miqdorini qayta ko'rib chiqish. Ish beruvchi ham ushbu qoidalardan xabardor bo'lishi va sizga yordam bera olishi kerak. Ish beruvchingiz sizning daromad ma'lumotlaringizni pensiya jamg'armasiga to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etishga ishonch hosil qiling. Bu ayniqsa muhim, chunki ma'lumotlar noto'g'ri taqdim etilsa, sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblanib, kelajakda muammolar yuzaga kelishi mumkin. 4. Hujjatlarni muntazam ravishda tekshiring. Pensiyangizning har oylik to'lovi qanday amalga oshirilayotganini diqqat bilan kuzatib boring. Bankdan yoki pochta bo'limidan olingan kvitansiyalarni saqlang. Agar pensiya miqdorida kutilmagan o'zgarishlarni sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va sababini so'rang. Vaziyatni aniqlashtirishdan tortinmang. Qonunchilik o'zgarishlarini kuzatib boring. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, hukumat qarorlari va Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan qonunlarning rasmiy nashrlari, masalan, Lexus sayti, Xalq so'zi yoki
Pravda Vostoka gazetalarining elektron versiyalari muntazam ravishda tekshirib turing. Rasmiy manbalar har doim eng ishonchli hisoblanadi. Shikoyat qilish tartibi. Agar siz pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz yoki o'z huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qilish huquqiga egasiz. Dastlab pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga, masalan, tuman bo'limining qaroridan norozi bo'lsangiz, viloyat pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, keyinroq respublika pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Murojaatingizda vaziyatni batafsil bayon eting, o'z dalillaringizni keltiring va tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Agar bu murojaatlar ham natija bermasa, sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bunda malakali yurist maslahati kerak bo'ladi. Chunki sud jarayoni ma'lum bir huquqiy bilimlarni talab qiladi. 6. Moliyaviy rejalashtirish. Agar sizning pensiyangiz qisqarish kutilayotgan bo'lsa, oldindan moliyaviy rejalaringizni qayta ko'rib chiqing. Oilaviy byudjetingizni yangi sharoitlarga moslashtiring. Ehtimol qo'shimcha daromad manbalarini qidirish, agar cheklovlarga tushmaydigan bo'lsa, yoki xarajatlarni optimallashtirish zarur bo'lar. Bu sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlashga yordam beradi. Unutmang, oldindan ogohlantirilgan, qurollangan degani. Bu ma'lumotlarga ega bo'lib, siz o'zingizni kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qila olasiz va o'z huquqlaringizni to'liq himoya qila olasiz. Aziz do'stlar, bugungi videomizda pensionerlarga endi nimanidir taqiqlashmoqda degan muhim savolga atroflicha javob berishga harakat qildik. Xulosa qilib aytganda, yangi qoidalar barcha pensionerlarga bir xilda ta'sir qilmaydi. Balki asosan ishlaydigan va yuqori rasmiy daromadga ega bo'lganlarga nisbatan cheklovlar joriy etiladi. Maqsad pensiya tizimi adolatliroq va samaraliroq qilish, shuningdek pensiya jamg'armasi mablag'laridan oqilona foydalanish. Eng muhimi xabardor bo'lish, o'z holatingizni aniqlashtirish va kerakli choralar ko'rish. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Yangi qoidalar adolatlimi? O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni o'qish biz uchun juda muhim. Chunki sizning fikringiz jamiyatimiz uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi muhim va hayotiy mavzularda videolarni tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.